Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Charchunasdan. Bayram muborak bo'lsin. Hozir mana mashinamiz bitta blejniy farasi kuyib qolibdi. O'ng tomon kuyib qolibdi. Hozirlar bilan shuni bor-yo'q 20 sekund vaqt ketadi, almashtirishni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birinchi bo'lib biz bitta shtekeri bor, shuni chiqarib olamiz. Chiqarib olganimizdan keyin shu rezinkasi bor, bir tortga chiqadi. Chiqqandan so'ng bu ko'rib turgan mana sizlar ko'ryapti. Shu ko'rinib turgan mana ilgagini chiqaramiz. Chiqdi. Ikkinchi ilgagini ham chiqaramiz. Bitta ilgagini chiqarsak ham kifoya ekan. Bu chiqarib oldik. O'sha mana blejniy ketgan. Danni sog' turibdi. O'zi odatda danni nihoyatda kam ishlataman. Shuning uchun danni kuymaydi menda. Mana xuddi shu kompaniyani olsanglar yaxshiroq, originaldan. Germaniyaniki. Bu yerga mana yozib ham qo'ygan. Germaniyada yozib qo'ying. Olamiz. Avvalgidek qilaman joyiga. O'zim joyi bor. Shu joyiga qo'yib qo'ysak, birinchisidan kirgizamiz. Mana ikkinchisini qo'yib qo'yamiz. Rezinkasini qo'yamiz. Menga noqulay bo'ldi. Bir qo'limda videoga olib, ikkinchi qo'limda ish qilishga. Shuning uchun sizlarda juda ham oson bo'ladi deb o'ylayman. Rezinkasini yaxshi itarsanglar o'zi tiqqa tushadi. Ishtakerini suqsak, bu ko'rib turganlarga ikkovi ham ishladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosinglar.